Assalomu alaykum do'stlar. May oyi kelyapti va may oyida juda ham ko'plab Rossiyada mayskiy праздникlar boshlanadi. 1 kun, 2 kun, 3 kunlab podryad выходноylar bo'ladi. 9-may bor va boshqa bayramlar bor. Shuning uchun kim Rossiyaga endi kelayotgan bo'lsa va kelayotgan bo'lsa, tezroq kelaboq so'rag'izda hujjat topshirishga harakat qilinglar. Keyinchalik выходной kunlariga qolganlaringizda kredit chiqdi qilishlaringizga to'g'ri keladi. Keyin yo'lda расход bo'ladi. Xullas, yoki shtrafga tushasizlar. Mana shunaqa narusheniylar paydo bo'ladi o'z-o'zidan. Shuning uchun sizlarga eslatib o'tay dedim. Bittadan like tugmachasini bosib qo'yib, albatta kommentariyada yozinglar va kim atrofdagilaringiz bilan birga ishlayotganlaringiz bilan endi keladigan bo'lsa, dokument topshirmaganlar bo'lsa, albatta muloqotga kirishing va ushbu gapni eslating. Mayskiy праздникlar выходной kunlari ko'p bo'lgandan keyin avtomatik уже podacha vaqti o'tib ketadi. Medkomissiyani kutishingiz kerak bo'ladi, sertifikat va hokazo narsalar shunaqa o'zlaringiz bilasizlar. Juda ham hozir murakkablashib boryapti va очередь juda ham ko'payib ketyapti. Mana bu yerda ana videoda qo'yadigan Volgograddagi shunaqa очередьlar bo'lyapti. Men bordim, просто ishim tushmadi-da. Men vaziyat qanaqa ekan dedim. Odamlar to'plangan, har qaysi eshiklarda ichkarida g'ij-g'ij odam, nima deydi, уже общий titratda yozyapti haligi 700 odam, 800 600 odam kechqurun soat 10 da kelib, уже xuddi Moskvada shu yerda kelib uxlayapti уже odamlar mashinada yo boshqada kelib уже 200-300 kilometr uzoqlikdan kelayotganlar tong sahar bilan kela olmaydi. Shuning uchun kelib shu yerda kechqurun tunab qolib, kunduz kuni yana dokumentga очередьga tur, hali spiska yozgan kechquruni bilan odamlar kelib очередь olaman deb, bu kunisi kelasiz, u spiska yo'q, yana yangidan tuzilgan. Xullas mana shunaqa og'ir, nima deydi, qiyin vaziyat bo'lyapti, murakkablashib boryapti. Itogi o'sha 200-300 kilometrdan kelganlar bir kunda ishi bitmasdan yana bir kecha qolib ketyapti shu yerda. Shunaqa qiyinchiliklar, azob chekmasliklaringiz uchun harakat qilinglar. Mana mayskiy праздникlardan oldin topshirib olishga, podacha qilishga harakat qilinglar. Xudo xolasa, yana yangiliklar bo'lsa aytib o'taman.